topshirig'imiz bo'ladi. Mana shu matnimiz orqali quvnoq alifbo o'yinimiz. Quvnoq alifbo o'yinimiz. Bir kishi keladi, tortadi. Buni tagida qaysi harf chiqsa, o'sha harfga mana shu matnlarga qarab bitta gap tuzadi-da, o'ziga yopishtirib ketasiz. Harfni tortadi. Mana shu harf Maycha oling. Tagidagi harf qaysi? K. K harfi. Maycha yopishtiring. K harfi. Demak siz matn kuni deydi. Kunlardan bir kuni Guni buvi shaharga otlandi. To'ppa to'g'ri. Menga navbatdagi bilan tez chiqamiz, gapni aytib o'tiraveramiz. Qaysi harf? B harfini shoyib, B harfiga. bu yerda bola o'ylanib, kim qo'shni bo'lar ekan menga deb o'yladi. Shuni o'yladi. Bola shunday deb o'yladi-da, kim menga qo'shni bo'lar ekan. Mushugining ismi Robert. Mushugining laqabi Robert. Mushugining laqabi Robert edi. Yana boya adashdim. Yana navbatdagi. Chinoy cho'jalar. J. Ha, Ch, J, ha. Sigirini olib Hamma narsa xuddi uni uyini eslatdi. Keyinchalik uyini eslatadi-ku, hamma narsa o'xshatadi-ku. Taomlarga davom etayotganda o'ylaydi shuni. Guni buguning 2 ta qo'yi, 7 ta tovug'i, sigiri va Robert laqabli mushugi bor edi. Guni buvi shahardagi jo'jalar ham xuddi o'zini jo'jalariga o'xshaydi, tangi deb o'ylashdi. 29 ta harf bor. Doktor Guni buviga shaharga ko'chib borishni maslahat berdi. Uning kasali qishloqda yashashini sababli edi. Yolg'izlik sababli edi. Qishloqda yashashlik emas, Yolg'izlik yashashlik. Можем тебе? Derazadan sakradi. Tovuqlarimga yaxshilab qarasam, qamoqxonadagi tovuqlarga o'xshaydi, eslatadi. Samarqanddagi tovuqlarni eslatadi. Bilmayman-da. Bilmez. Bizota xolat. Bizota xolat. Ha, bizota. Qo'ylari ikkita. Ikkitami qo'ylari ikkita edi. To'ppa to'g'ri. Хозу время Я даже не слышала, честно говоря, что вы говорили. Hamma o'ylasin. Tog'dagi gullar. Qaytdan foydalanib. Guni bu uyga ketib qoldi. Paytdan foydalanib, tovuqlarini olib keldi. Bozorga borib keldi. Bozorga borib Bozorga Moviy gul Shaharda yashashni o'zi maslahat. Xonalar nihoyatda oppoq, derazalar esa katta edi. Va nihoyat tugadi. shaharga ko'chishga qaror qildi. Va nihoyat shaharga yashashga ko'nikdi. Ko'nikdimi?